Ketdi mana. Bo'ldi ya. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bir necha bor video murojaat chiqargan bo'lsam-da, bir necha bor ariza shikoyatini yozgan bo'lsam-da, haligacha natija yo'qligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari 10 yillik tovar aylanma 1 milliard 600 million so'm, davlatdan 225 million kredit olsam, kredit daromadidan olingan avtotransport, noturar va turar joylardan ulush olish maqsadida Amudaryo tuman sudiga shikoyat tashlaganimdan keyin Qoraqalpog'iston Respublikasida apellyatsiya tartibida shikoyatim ko'rilish paytida ukam oyimlar uchastka nozirlari bilan til biriktirib, sud qarorisiz dela bilan tanishtirmasdan, chaqiruv qog'ozi bermasdan o'zining shaxsiy mashinasida Qoraqalpog'iston Respublikasi ruhiy kasalliklar dispanseriga dam olish kuni 2024-yil 18-fevral kuni olib bo'lsa, 2023-yil 21-fevral kuni 733/64 sonli ruhiy sog'lom degan spravka tibbiy ma'lumotnomani bergan bo'lishiga qaramasdan, bular bir necha bor tazyiq, zo'ravonlik bilan meni oparishga harakat qilgan. Buni Amudaryo tumani J. Yusupov Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ilhom Ametov, xotin-qizlar masalasi bo'yicha Inobat O'razmetova va Berniy mahalla uchastka noziri Salohiddin Pardaqulovlar men bir necha joyga shikoyat qilishimga qaramasdan 2024-yil 4-mart kuni Ombudsmanning raisi Firuza Ishmatovaning qabulida bo'lib, aybini yashirish maqsadida Bosh prokuratura Ichki ishlar vazirligi 16-boshqarmaga kirib borganimdan keyin meni ular o'z aybini yashirish maqsadida 2024-yil Qoraqalpog'iston Respublikasida tafsir tartibida shikoyatim ko'rilayotgan paytda 27-martda bir kun sudga qatnashganman. 28-martda meni ruhiy kasalliklar dispanseriga o'z aybini yashirish maqsadida mening Ilhom Ametov ichki ishlar o'rinbosari oyim ukamlarga aldashtirib ariza yozdirib olib, aybini yashirish maqsadida meni yana ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borgani 2024-yil 8 va 17 aprelda mening mol-mulk masalasi bo'yicha sudimda Akarimbayev bilan Zulfiya Bobojonova ko'rib chiqqanligi, ularning fuqarolik protsessual kodeksining 220-moddasini buzib, ularga mening mol-mulk masalasi bo'yicha sudimda ko'rishga haqqim berganligi aniqlik kiritib berishingizni so'rayman. 2024-yil 28-mart kuni meni ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borgan bo'lsa, Konstitutsiyaning 27-moddasi 3-bandiga asosan meni 48 soat ushlab turish kerak bo'lsa, bular nima uchun 72 soat 3 kun asossiz ushlab turganligi to'g'risida Bosh prokuraturaga, DXXga, Adliya vazirligi, hamma Ombudsmanga, ham Bosh prokuraturaga, hammaga shikoyat qilgan bo'lsam-da, haligacha natija yo'qligi. Meni ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borayotganda mening shaxsiy telefonimda Salohiddin Pardaqulov olib ichidagi ovoz yozish tugmasi bosilib qolib, Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limi Inobat O'razmetova, Salohiddin Pardaqulov, Ilhom Ametovlarning 2 soat 47 minut 14 sekund uyushgan jinoyatlarni DXX va Adliya vazirligi orqali Bosh prokuraturaga jo'natgan bo'lsa-da 2025-yil iyun oyidan beri Bosh prokuraturaning 16-chi, 15-chi, 21-chi uyushgan jinoyatlarni ochuvchi boshqarmalari uyquda bo'layotganligi hamda Ombudsman orqali 2025-yil 8-oktyabrda Ichki ishlar vazirligiga tushgan bo'lsa-da, uni Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining aybini Qoraqalpog'iston Respublikasining ichki ishlar vazirligi va 2-mintaqaviy vazirlik Berniyda joylashganligi yolg'on javob berib kelayotgani hamda 2025-yil
25-noyabrda ombudsman orqali bosh prokuraturaga ketgan bo'lsa-da, haligacha natijaga yo'qligi, bular birining aybini biri yashirib kelayotgani, mening mol-mulkim bo'yicha bular hammasi prokuratura, ichki ishlar xodimlari, mahalla hammasi shirkmi? Nima uchun basta qilib kelayotganligi? Meni 2024-yil 28-martda dispanserga yatırgan bo'lsa, 1-aprelda nimaga dalolatnomani Yurniy mahallasi dalolatnoma tuzadi. Bitta qo'shnim bo'lib, Jumaniyazov Xo'jamritov Sapargul bo'lib, Jumaniyazov xotini yozganligi, ikkinchi Sabirova vazira bo'lib, Jumaniyazov Shuhratning yozganligi. Buni Haqiqat.uz portali orqali Hamid Sulaymonov voqea joyiga borib tekshirganda saxta hujjat, saxta imzolar bilan olib borganligini, buni qancha nima qilsa-da, buni Oliy sudga, prokuraturaga, ichki ishlar vazirligiga tashlagan bo'lsa-da, haligacha natija yo'qligi sababli basta bo'lib kelayotgani, Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limining nima aybini Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vazirligi kelyapti. Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligining aybini O'zbekiston ichki ishlar vazirligiga yopib kelayotgani, O'zbekiston ichki ishlar vazirligining aybini esa O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturaning 8, 14, 16, 15, 21, 24-boshqarmalari uyquda bo'lib javob bermayotganligi achinarli hal. Konstitutsiya huquqini poymol qilib, o'z aybini yashirish maqsadida mening mol-mulkimga sherik bo'lgan barcha organ xodimlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi ruhiy kasalliklar dispanseri, Amudaryo tumani psix vrachi Olim Allaberginovlarni saxta hujjat, saxta imzolar tayyorlangan ichki ishlar bo'limi xodimlari, yuqorida nomlari ko'rsatgan 4 ta shaxsda oyim hukmlarni jinoiy javobgarlikka tortib, qonun ustuvorligini ta'minlangan holda mening haq huquqimni, konstitutsiya huquqimni tiklab berishda sizlardan amaliy yordam so'rab, jinoyatchilarni jinoiy javobgarlikka tortishingizda sizlardan amaliy yordam so'rayman. Bosh prokuratura jinoyatchi tomonda ishlaydi. Jinoyatchilar tomonda ishlayotgan ashyoviy dalilimiz bor. Ashyoviy dalillarimda nima uchun hech orqali, disk orqali bosh prokuratura ichki ishlar vazirligiga nima uchun uni DXX olgan bo'lsa, hechqanday nima DXX o'z nazoratida, uchun ombudsman olgan bo'lsa, ombudsmanning 10 ta fakt orqali menga qonuniy javob berishini, qonun ustuvorligini ta'minlangan holda javob berishini so'rayman. Qabulga kirish hech bir qiyin masala. Hech bir marta kirsang bo'ldi. Nimaga bir marta kirsang hamma narsa hal bo'ladimi? Bunda ayblari, ichki ishlar, prokuratura, sudlarning aybini bir nimada topib bo'lmaysan-ku. Sekin arizaning javobini nima qiladi? Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich o'z qobilingizda kirishda tashkil qiling. Qabul qiling. Qabulni tashkilotlar barcha xotin-qizlar ko'chada 15, 11, 10 yillar ko'chada yurgan ayollarini qabul qilib, sizdan amaliy yordam so'rab, qonun ustuvorligini ta'minlangan holda bizlarga javob xati berishingizni so'rayman. Qabul qiling, prezident o'zingiz hech qayer ishlagan yo'q. Yangilik, Yelena Toshkent kelyapti.